Ждем в чате трансляции огоньки, сердца, поздравления. Да, друзья, мы готовы поздравить с новым званием старший национальный директор семейную пару из Узбекистана Фирузу Махамеджонову и Дилмрода Кушмуродова. Это очень активная пара, которая умеет мотивировать свою команду. Поэтому работа у них протекает всегда динамично. Девиз команды – терпение и настойчивость. Это главные составляющие в достижении всех целей. И мы с этим полностью согласны. Ребята, поздравляем вас с этим высоким званием. Желаем вам новых побед, достижений. И с удовольствием посмотрим, как же проходит ваш день. Men Mahamedjanova Feruza. Faberlik kompaniyasida katta milliy direktor bo'ldim. Bu mening orzularimdan biri edi. Bu natijaga komandamiz bilan birgalikda erishdik. Faberlikda hamma har xil yo'nalishda ishlaydi. Kimdir uyda, kimdir ofisda. Men har kuni ofisga borib, ofisda ishlayman. Lider va konsultantlarim doim ofisda bo'lishimni bilishadi. Va meni oldimga bemalol kelib o'z fikrlarini bildira olishadi. Komandam bilan kun davomida uchrashuvlar qilaman, tez o'sishlar uchun maslahatlar beraman. Har kuni ofisda bo'lishim liderlarim uchun ishga jiddiy qarashiga sabab yaratib beradi. Ofisim har kuni konsultantlarga to'la bo'ladi. Bir-birlarini ko'rib, energiya olib tezlikda ishlashga intilishadi. Viloyatdagi qizlarim ham kelib, mendan ish o'rganib, tezda direktor bo'lib, o'zlarini chekka viloyat va tumanlaridan ofislar ochib, xuddi mendek ofis yurg'izishga intilishadi. Meni ishlarimni o'zlarida takrorlashadi. Men esa ularni viloyatlariga borib, ofis ochilishlarida qatnaman, liderlar bilan uchrashuvlar qilaman. Bu esa ularga yanada kuch va energiya beradi. Mening strukturamda o'quv kurslari tizimlashtirilgan. Yangi konsultantlar uchun alohida darsliklar, liderlar uchun esa alohida darsliklar olib boraman. Offline va onlayn akademiya nomli darslar tizimi mening strukturamda mavjud. Har yili o'tkazadigan bu kursimda yiliga 40 tadan ko'p direktorlar strukturamdan chiqadi. Men bilimi ko'p, aqlli direktorlar strukturamdan chiqishi uchun doim intilaman. Bugungi kunda strukturamda 296 ta direktor bo'ldi. Ish, bilim, bu bilan birga albatta strukturaga motivatsiya kerak. Buni ham tizimlashtirganman. O'zbekistonning 12 viloyatida katta komandam bor. Har bir viloyatda 300-400 kishilik tadbirlar, bayramlar tashkil qilib borib, qizlarimni yutuqlari bilan tabriklab, motivatsiya berib uchrashuvlar qilaman. Bir oyda bir marotaba qaysidir viloyatni tanlab tadbir qilaman. Ish rejamda 12 oyda 12 ta viloyatda bittadan tadbir qilishim shart deb belgilaganman. Bu tadbirlardan keyin liderlarim keyingi tadbirgacha yanada yangi natijalar qilib meni kutishlarini aytishadi. Bu ularga yanada rivojlanish uchun ilhom beradi. Men esa ularni doimiy harakatidan kuch olib, choqni his qilmasdan ishlashda va o'sishda davom etaman. Faberlik bilan biz doim rivojlanamiz. Faberlik bu mening oilam. Liderlarim mening opa-singillarim. Men ularni yaxshi ko'raman. 296 директоров, вот это, конечно, масштаб, это такая вообще энергия и так системно построенная работа. Вот сразу видно, что здесь